O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2024-yil 22-yanvardagi 18-sonli farmoniga muvofiq mamlakatimizda sportni rivojlantirish va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha yangi tizim yaratildi. Sport vazirligi tarkibida alohida korrupsiyaga qarshi kurashish va huquqiy nazorat bo'limi tashkil etildi. Ushbu tuzilma sport sohasida shaffoflikni ta'minlash, noqonuniy holatlarning oldini olish va qonunchilikni mustahkamlash vazifalarini bajaradi. Islohotlar yo'lidagi eng katta to'siq va g'ov bu korrupsiyadir. Yurtimizda korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha aniq tizim yaratdik. Alohida qonunlar qabul qildik. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha milliy kengash va agentlik tashkil qilindi. Eng muhimi, jamiyatda korrupsiya muammosini jamoatchilik muhokamasiga olib chiqadigan ochiq tizim, ochiq muhit yaratildi. Bugungi kunda sport sohasida korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida bir qator muhim chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, sport sohasida korrupsiyaga qarshi kurashishni kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Mazkur qonun sport sohasida korrupsion holatlarni cheklash, shaffoflikni oshirish va qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, sohaga raqamli texnologiyalar joriy qilinmoqda. Sport tizimini raqamlashtirish orqali moliyaviy oqimlar, hujjatlar yuritish va boshqaruv jarayonlari yanada shaffof bo'lishi ta'minlanmoqda. Sport sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar va sportchilarni qo'llab-quvvatlash borasida ham izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo'yicha bir qator tashabbuslar ilgari surildi. O'z navbatida ko'rilayotgan chora-tadbirlar sport sohasida O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini oshirishga ham xizmat qilmoqda. Vazirlikning korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi faoliyati reytinglarda mamlakatimiz mavqeini mustahkamlashga yordam bermoqda. Hurmatli yurtdoshlar, sport sohasini korrupsiyadan xoli, shaffof va adolatli tizimga aylantirish bizning barchamizning maqsadimizdir. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar yurtimiz sportchilari va yoshlarining kelajagini yanada porloq qilishga xizmat qiladi. Adolatli va shaffof sport uchun birgalikda harakat qilamiz. Batafsil ma'lumotlarni Sport vazirligining rasmiy veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalardan olishingiz mumkin.